Tunarni. Tinchlikmi? Kayfiyatingiz yo'q? Ishdan charchab kelganimda onamlardan qachongacha seni orqangdan gap eshitaman. Ishlaringni onamlar etgan vaqtlarida etganlaridek qil. Harakat qilyapman. Lekin nima qilay? Quvvatim yetmayapti. Nadiya, Yanada kuchliroq harakat qil. Ayol kishi xo'p deyish kerak. Meni hurmat qilmaysan. Bollarim kech bo'ldi, yig'ishtiramiz. Uxlaysizlar? Oyijon, ozgina qoldi. Rasmimni bitkazib oling. Iltimos. Yo'q, hozir chizishni to'xtatasan, kimdir eshitadimi o'zi meni bu uyda? Oyijon, men quyonchaga och qolmasligi uchun bitta sabzi chizib qo'ymoqchidim. Bolajonim, ko'zlarini och, qo'rqitma meni.